Xo'sh, 20-savolda to'g'ri logarifm 16 asosga ko'ra x ning kvadrati qo'shilgan 1 taqsim 2, kasr chizig'i logarifm 16 asosga ko'ra x ayrilgan 1 taqsim 4, ko'paytirilgan qavs ichida logarifm 2 asosga ko'ra x ayrilgan 1, qavs yopilgan ayrilgan logarifm 2 asosga ko'ra x teng 8. Ushbu tenglamani yechish uchun yaxshilab e'tibor berib qarasak, mana bu logarifm 2 asosga ko'ra x holatiga keltirib olsa bo'ladi va uni a deb belgilasak ham bo'ladi. To'g'rimi? yoki noto'g'ri? Logarifm 2 asosga ko'ra x, logarifm 2 asosga ko'ra x bu 16, 2 ni 4 ni bo'lgani uchun bu ham o'sha 4 ni 1 taqsim qilib chiqarib olish huquqiga egamiz. Mana unda ham 2 ni 4-si qilib 4 ni 1 taqsim qilib chiqarib olish huquqiga egamiz. O'shandan keyin logarifm 2 asosga ko'ra x ni a deb belgilab olsak bo'ladi. Logarifm 2 asosga ko'ra x teng a. Boshlaymiz. Birinchi mahrajdan boshlaylik. Kasr chizig'i. Logarifm 2 asosga ko'ra 2 ni darajasida 4 mi? 4 oldiga chiqarsam 1 taqsim 4 bo'ladi. 2 asosga ko'ra x bo'lib qoladi. Buni a minus 1 taqsim 4 qilib olsam bo'ladi. Shuni tushunganlar qo'lni ko'tarsinchi. Zo'rg'on shunday qoldingizmi? Yaxshi. Shetini tushunganlar qo'lni ko'tarsinchi. Hamma tushundimi shetini? Bo'ldi. Tepada ham shu buni oldiga 1 taqsim 4 bo'lib chiqib ketardi. Mana kvadratini hisobiga shu 1 taqsim 4 ni kvadrati bo'lib chiqib ketardi. 1 taqsim 16 bo'lib chiqib ketadi. Shunaqa. Buni 4 kutib turibdi, ko'payganda 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. A ni kvadrati 1 taqsim 2. Suratni tushunganlar qo'lni ko'tarsinchi. Og'zaki hisob kitob qildingda. Yaxshi. Keyingisi buni magnitmasini bilib turibsiz, ana mustaqillik. Keyingisi nima? A'miz. Endi nima qilamiz? Endi misol uchun bu yerdan 1 taqsim 4 chiqarib olamiz. Yuqoridan 1 taqsim 4 chiqarib olamiz. Bu a kvadrat plus necha bo'lib qoladi? 1 taqsim 4 chiqib ketsa. Topinglar. Yana kim topadi? 1 taqsim 4 buni chiqarish oson, a minus 1 qoladi. A minus 1 minus a teng 8. Bu yerda mana ikkalasi bo'yicha 1 taqsim mana ikkalasi bo'yicha 1 taqsim 4 chiqib ketsa, mana 1 taqsim 2 ni o'rnida necha son qoladi? 1 taqsim 4 qilganda 1 taqsim 2 Buni bunga ko'paytirganda eski holatini beryapti. Buni ham mana unga ko'paytirganda eski holatni 1 taqsim 2 ni berish kerak. Demak, necha yozamiz? 2. Xo'p. Mabodo shuni hozir 2 ligini o'ylab topyapsiz, ochib chiqqanida 1 taqsim 2 bo'lib qolishi kerak. Mana sonni chiqib ketgan songa bo'lasiz. 1 taqsim 2 bo'lingan 1 taqsim 4. Mana qoladigan sonni chiqarib beradi. Uch turgan sonni chiqib ketgan songa bo'lasiz. Qoladigan sonni chiqarib beradi. Shart emas. Xo'sh, endi ko'rinib turibdiki, 1 taqsim 4 lar nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. A minus 1 lar ham qisqarib ketadi. Tenglamani nomi nima buni? Yechimlari. Endi bizga a kerakmidi? A kerak emasdi, x kerak edi. Shu yerda endi
logaritm 2 asgari x ishlaymiz. X teng 2 uchinchisi 8. Logaritm 2 asgari x teng minus 2 deymiz. X teng 1 taqsim 4. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat bo'yicha. Mana shu yechimdan chiqdi. Lekin shoshilmaslik kerak. Aniqlanish soha olib qo'yishimiz kerak. Aniqlanish soha nima degan savolga mahrajini olib qolmaslik kerak mana shu. Nol olib qolmaslik kerak. Yoki bo'lmasa logaritmning o'zini aniqlanish sohasi bor. Menda turgan son manfiy bo'lib qolmaslik kerak. To'g'rimi? Esingizmi logaritm? 8-sinfda ba'zi 3-4 misoli bor edi. Xo'sh. Ikkalasi ham musbat son chiqyapti, demak aniqlanish sohasiga tushyapti. Bitta mahrajni aniqlanish sohasi qolmaydi. Mahrajni aniqlanish sohasi. O'shani olib qo'yganda nima bo'lib qolmaydi. Qaraydi, nol bo'lib qolmaydi. Nol bo'lib qolmas ekan. Ikkalasini ham olib qo'ygansiz nol bo'lib qolmas ekan. Met bo'yicha fikrlasak mana, ani o'rniga 1 qo'yish kerak ekan. A bu yerda 1 degan javob chiqmaydi. Mana bu yerda -2, bu yerda 3. Nol bo'lmaydi. Ikkalasi yechim bo'laveradi.